Hammaga assalomu alaykum. Toshkentdan mana pasatkamiz tugadi. Xudo xolasa Moskvaga yo'lga chiqyapmiz. Avtobus holatlari mana akalar ketyapti. Konditsionerlarimiz ishlab turibdi. Har bitta sidiyani o'zini zaryadchilari bor. Bunda yo'q ekan, rachkada yo'q ekan, aldapman. Avtobus ish holatlari. Amaki, qalay? Yaxshimi? Oyoqlar qisilmayapti. Qayerga ketyapsizlar? Moskva? Nech puldan to'lov qildinglar? Aldop boshqa narsa bo'lmadi. Qo'yliqdan chiqib ketyapsizlar, a? Qozog'istondan chegaradan boshqa narsa emas. Tavsiya qilasizlarmi qolganlarga ham? Mana yoshlar orqada. Orqa qalay? Konditsioner ishlayapti-yu, orqani qo'shmadimi? Hozir qo'shtiribmiz. Orqa konditsionerni qo'shib qo'ying. Ekranga nomerlar qoldirib qolamiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Avtobus ichish holati. Aka, yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Norozigarchilik yo'q. Hamma yo'q, yaxshi. Tavsiya qilasizmi, kelisizmi? Bo'ldi. Faqat tavsiya reklama qilamiz kanalda. Bo'ldi, gap yo'q. Instagramga qo'yamiz deyishyapti. Telefon qilaverasizlar.